prezident boshchiligida butun xalqimizni g'alaba bilan, tarixiy g'alaba bilan tabriklaymiz. Juda xursandmiz, Xudoga shukr. Albatta, uni ustiga bayramga qo'shaloq bayram bo'ldi. O'shaning uchun juda xursandmiz. Hammani bu g'alaba bilan tabriklaymiz. Ertaga o'yin, yaxshi o'yin kutyapti. O'ylaymanki, tayyormiz. Xudo xolasa yaxshi o'yin, chiroyli o'yin ko'rsatib, muxlislarimizni xursand qilamiz inshaalloh. Rahmat. Eldor aka. Assalomu alaykum barchaga. Birinchi navbatda Temuraka aytib o'tgandek, barchani mana shu tarixiy natija Jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklayman. Ertaga Xudo xolasa qiziq o'yin bo'ladi. Barcha kelgan muxlislarimizni chiroyli o'yin bilan, chiroyli g'alaba bilan xursand qilish niyatidamiz, Xudo xolasa. Rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, birinchi navbatda o'zingizni tanishtiring hamda savollarga o'tishingiz mumkin. Marhamat. Chempionlar Aziz Abdulla Iskandarov va avvalambor Timur aka va terma jamoani qo'lga kiritilgan jahon chempionati yo'llamasini tabriklayman. Savolim shu haqidaki, Birlashgan Arab Amirliklari bilan uchrashuvda katta kuch sarflandi, emotsiyalar, energiya sarflandi, jarohatlar bo'ldi. Mana shu omillarni hisobga olgan holda Qatar bilan uchrashuvga futbolchilarning tayyorgarligi, ularning holatidan qanchalik ko'nglingiz to'q, chunki jarohatlar bor, boshqa omillar bor. Endi albatta futbol bunsiz bo'lmaydi. Jarohat ham, kayfiyat ham, Xudoga shukr, kayfiyat hamma narsa joyida. Jarohatlar o'ziga keladi. Bolalar yaxshi, tayyorgarlik ko'ryapmiz albatta. Kecha bugun o'ylaymanki hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Qaraymiz, bugun ham mashg'ulotimiz bor tayyorgarlik uchun. Eng asosiy kayfiyat ham, emotsional fon ham yaxshi. O'ylaymanki, bolalar tushunib turibmiz hammamiz, ertaga o'yinda ham hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Rahmat. Savollar? Bor, hozir ham aytdi, Oston O'runov albatta jarohati bor. O'ylaymanki, Xudo shifo bersin, tezda tuzaladi. Otabekda ham ozgina kichkina jarohati bor. Bugun mashg'ulotda qaraymiz, mashg'ulotda qanaqa o'zini his qiladi. Qolgani hammasi tayyor, sog'-omon. Abdulvasil. Abdulvasil Bektemir chempionatda sog'lom futbolchiga edi. Avvalambor assalomu alaykum. Eldor aka, jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan tabriklaymiz. Shu endi terma jamoa safidagi bir nechta futbolchilar aytibdi-ki, shu bir necha kundan beri baribir tarixiy natija nishonlayapti. Ko'pchilik aytdiki, to'g'ri biz jahon chempionatiga chiqdik, nishonladik, lekin hali ham endi masshtab происходившего deydi-yu, nimaga erishganimizni hali to'liq anglab yetmadik deb. Jamoada o'zi shunaqa kayfiyat bormi yoki baribir o'sha qo'pol qilib aytganda tepdimi? Bo'ldi, biz jahon chempionatiga chiqdik. Endi terma jamoamiz yangi darajada degan. Chiqdik, albatta katta natija biz uchun, barcha xohlagan natija. Endi buni nishonlashga hali vaqt bo'lmadi, to'g'risi yaxshilab. Hamma xursand, hamma tushunib turibdi qanaqa natijaga erishganimizni, lekin ertaga yana bitta o'yinimiz bor. Hammani baribir boshini bir chekkasida o'sha o'y turibdi, ertangi o'yinga tayyorgarlik ko'rish haqida. Chunki baribir muxlislarimiz yonida o'ynaymiz. Bizdan g'alaba kutishadi. Qanaqa natijaga erishganimizdan farqi yo'q. Baribir natija kutishadi. O'shaning uchun Xudo xolasa hamma o'sha ertangi o'yinga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana shu muxlislarimiz oldida Xudo xolasa ertaga qo'shaloq bayram qilib, o'sha g'alaba bilan birgalikda o'sha jahon chempionatiga chiqqanimizni ham birgalikda nishonlaymiz deb o'ylayman. Mana qo'shib ketdi, futbol shunisi bilan qiyin. Вроде бы bitta yutding, bosim har doim bo'ladi. Keyingi o'yinga yana tayyorgarlik ko'rish kerak. Hozir mayli ko'p yigitlarimiz ertaga o'yindan keyin balkim ta'tilda bo'lishi mumkin. Kimgadir bu tarafdan omadliroqdir, lekin o'zimiz chempionatdagi yigitlar yana komandalarga borib o'ynashga to'g'ri keladi. Shu futbolda eng qiyin tarafi ham shu, o'yindan o'yingacha va o'yin har doim ziq turadi. Chempionat yo'llanmasi bilan sizni va jamoani tabriklayman. Zuhriddin Muxlichev, Sport telekanali. Murabbiylik faoliyatingizda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi eng pragmatik
o'yinni o'tkazdingiz. Bu qadar himoyaviy o'yinni hech qachon Temur Kapadze qo'ymagan. Qatarga qarshi ham bosim sabab mana shunday natija uchun o'ynaymizmi yoki odatiy hujumkor, tomoshabop jamoani ko'ramizmi? Endi to'g'risini aytsam, bilmadim, pragmatikmi yoki boshqami. Bu o'yin qanaqa bo'lsa ham g'alaba qozonishimiz kerak edi. Qo'yilgan vazifani bajarishimiz kerak edi. Bosim bor edi, bu aniq. Chunki to'g'ri, ikkita o'yinimiz oldi edi. U bo'lmasa uydagi o'yin ham turdi. Prinsip bunaqa bosim bo'lmas kerak edi, lekin baribir o'sha muxlislarimizga kelishi o'shda hal qilishimiz kerakligini biz tushunib turdik. Oxirgi o'yinga qoldirmaslik, baribir bu ozgina bo'lsa ham bosim bor edi jamoada. O'shaning uchun qanaqa bo'lsa ham biz g'alaba kerakli natijani qo'lga kiritishimiz kerak edi. Pragmatik bilmadim qanaqa bo'lgan. Menimcha kontrol bizda bo'lgan. Qaradik, kerak bo'lganda qo'shdik. Albatta oxiri nomasi o'sha bitta ikkita vaziyatda qolganda prinsipi o'yinimiz bizni nazorat qo'limizda edi. Shu boshqa hech anaqa yo'q. Qatarga albatta harakat qilamiz. Aytganda o'yindan keyin baribir xursandchilik bo'ldi, emotsional fon baribir xursandchilik ko'p bo'lgandan keyin buni to'ldirishi bor. Lekin 2 kunimiz bor. Kecha, bugun o'ylaymanki yaxshi bo'ladi va ertaga o'sha bosimsiz deganda ertaga ham bosimda. Ertaga ham baribir muxlislarimiz keladi. Nasib bo'lsa hurmatli prezidentimiz keladi. Albatta ular oldida ham chiroyli o'ynab g'alaba qozonishga harakat qilamiz.